Yangi o'yin topib oldim. Shuni o'ylab Uydan 15 minut bo'ladi, chunki kanalni tasdiqlamaganman. Shuning uchun 15 minutdan oshmaydi meni. Shuning uchun emas. Oltinchi o'rindan. Bu yerda 6 ta o'yinchi bo'ladi. 6 tasini yo'q qilish kerak. Men hozir 6-chi o'rindan istaman. Uzun bolalar o'yinda shovqin va ovozlar tufayli uncha gapirayotgan ovozlarim eshitilmayapti. Shuning uchun uncha ovoz eshitilayotganida e'tibor bermang. Iloji boricha birinchi turgan o'yinchi portlaydi. Birinchi turgan o'yinchi bitta portlaydi. Bugun ana shu o'yin haqida bo'ladi. Tinchliklar qoldi. Albatta rasmga ham tushsa bo'laveradi, bilasizlarmi buni? Birga navbat kameralar. Birga mashina haydaymiz. Davom etamiz bolalar. 6-chi o'ringa ega bo'ldik. Asosan 6-chi o'ringa egamiz. Mana bilgan bo'lsanglar, Turamjon yozib qo'ydingizmi? Men bu o'yinni juda ham ko'pgina o'ynaganman. Shuning uchun uni juda oson reklamami. Mana yana bitta o'yin boshlandi. Nomi Kubanir Cup. O'yinni yana davom etamiz. Boshqalar ko'rsatyapti. Bu yerdan aytaymi? Men mayk-up qo'ydim. Sirkoga esa hala berdi. O birinchi o'rin bo'lgan bo'lardi agar ana shu nega pastga turganlar. Hala berib ketdi imzo olishdi. Imzolar ham qatirib qo'ydi bittasi. Balon yoruldu.
bo'lsa bo'ladi. Tamam sen. Yine başası var. Hoppa birinchi qismi ham bor. Ben o'ylayotganim bu ikkinchi qismi. Bitta zo'r qismi bor. Ikkinchi qismi birinchi Opa, 4-chi o'rin bo'ldi. Hozir 6-chi o'rin bo'ladi. Bu hozir necha o'rin bo'lgan emas, endi o'yindagi ham bo'ladi. Va o'yin tugadi. Biz 5-chi o'rinmiz. Kapalay bor. Kapalay shaydon. Kapalay shaydosimisan? Mana bu kichik qiz ekan. Mana bu kichik qiz ekan. O'ynamayman. Kubni orqasida turibman. Oltin odam. Birinchi betini o'ynash imkoniyatini tekrar chiqaramiz. Ko'pchilik ko'pchilik biz levelimiz Maşrahla bilgisini. Üçüncü oranı. Kaçış Ferrari geliyor. Birlikte vuruş kıyıyor. O piramide hareket ediyor. Kontrol böyle piramide olacak kaybolıp bir iş yapacağız. Cevabını anlatıp uzr bolalar, qimiruvchi boltalarda g'alati rasmlar bor ekan. Shuning uchun men sizlarga uni xira qilib ko'rsatdim. Uzr. Opa. Opa bomba. Benim bir teşkili. Agar men kimlarga ko'p ketsam, ana shu bomba deb Çekelim. What? Bro, what are you... Hoş. Devam ederiz. Hatta şimdi bu maçları oldu maçlar bunu oynamam. Nima qildi hozir? Boshlaymiz. Bu internetli
Mazaqli o'ynaysizlar, o'ynashga yaraydi. Или bu keyin mag'lubiyat shu uchun o'zgartirsa bo'ladi. Chayingan. Menda qilgan, men ham ko'p ko'rsa yomon holat bo'lib ketaman. Xo'sh. Yerda yana o'yinchi almashtirsam bo'ladi. Bitta elzib buni ikkita kiyim berasizda. Biroq o'zingiz maqtash to'xtating. Maqtaymi o'zingiz? O'zi bokschiman deb o'ylayapti. Qanaqa bo'laman? O'zim maqtayapti. Shu maqtasham kerak emas. Kuchi yo'q. Kuchi yo'q bo'lib turib maqtayapti. Yana Rez bu eng birinchi personaj o'yinni boshlaganida shu personajga tushadi. Ikkita kiyim bor. Birinchi men birinchi mashina kiyimi bo'ladi, keyin mana uni bosasizlar, buni bossanglar o'zgaradi. Bitta qiz bo'ladi. Ko'proq mana shu personaj menga yoqdi. Yana bitta o'ynaymiz, keyin jo'qqa. Mana shu o'ynaymiz. Hammasi meni katta ekan deydi. Meni katta ekan deydi. Mana birinchidan kelsin. Qana qilishdi. Oltinchi o'ringa qaytdi. Albatta o'zimiz qobiliyatimiz ham bor. Sehrli qobiliyat. Shu qobiliyat berilmaydi. Sevmayman, sevsam. O'zim o'qitib ketdim. Mana ko'rshapalayman shkolarni. Birinchi o'rinda o'rgandim. Qobiliyatni ketsa. Mayda ketdi. Mana bittasi orqa yuradi. Ko'rdinglar? Yo'l o'rtasi tasavvurdan to'xtaymiz. Pastda kim uzoqqa tushsa, shuni ko'rsatadi. Yurishim qiynaladi. Kimlar zing'irab ketdi. 5-chi o'ringa qaytdim. O'rtasiga qo'yib ketsam, bolalar, video shulardan iborat edi. Bizdan orqacha ko'rganingiz uchun rahmat. Emotsiyalar qanday? Shu men chayonga bitta komment yozib qo'yasizlar. Oppa. Bir qo'l robotiga bitta qo'l uzilib tushgan. Bo'pti mayli bolalar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. O'zi 9 obunachchi bo'ldi. Biz maqsadim bittagina obuna bo'linglar, iltimos. Keyingi videolargacha xayr, sizlar bilan Ikrom Craft bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.